Mujiki, yaxshilab o'tirib olinglar. Bugun obzorimizda любой erkakning orzusi. E'tiboringlar markazida yangi Cadillac Escalade Sport Platinum 2026 birinchi oyda ishlab chiqarilgan avtomobil. Cadillac Escalade'imiz 6.2 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan 8 ta silindr, 120 ta ot kuchi, haqiqiy mujiklarni motori, aka. Kapotni yopib salonga o'tamiz. Biloljon, o'zingiz yopib qoling, bo'yim yetmayapti. Azaki eng full komplektatsiyada mashinamiz Sport Platinum. Diskalarga e'tibor bering, 24 dyumda 4 eshigi avtomatik ochilib yopiladi. Va zavoddan elektronli parok qo'yilgan, aka. Azaki yopilishlariga qarang, mashinani monitoriga qarang, splashnoy ketgan head-up display, 38 ta EKG ni dinamikasi bor salon bo'yicha, patok alikantari, paxlava dizaynda ishlangan sidenalar, eng sifatli ko'jadan, aka. Azaki eng qiziq joyga keldik. Rengani ham bor bu mashinani. Nashno videonasiga bitta baho bering. Azaki bu monstrumizdan shunaqa kuchi ko'pki, pritsep orqali даже 4 tonnagacha ham torta olasiz. GLS yoki X7 olmoqchi bo'lgan mijozlarimizga, akalarimizga shu mashinani tavsiya etaman. Vajin boshqa dunyo. Xudo xolasa, hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsa, asosiysi niyatni to'g'ri qilish kerak. Azaki biza bunga garantiya va servis beramiz. Hamda trading, nasiya savdo xizmatlarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, Benefit Motors hamda Biloljon Motorsga murojaat qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.